Ko'pchilik mendan so'raydi, Turkiyaga borish uchun eng zo'r payt qachon deb. Bu sizni Turkiyaga qaysi maqsadda borishingizga qarab o'zgaradi. Agar otelda, dengizda dam olmoqchi bo'lsangiz, eng zo'r payt bu aprel va may oylaridir. Havo juda ham mayin, odam pashlik umuman yo'q. Otellar yangi sezonga tayinlanib, nasreniya bilan xizmat qilishadi. Hamma narsa yangi va toza bo'ladi. Sentyabr oyi ham yaxshi, havo yaxshi, odamlar kam bo'ladi. Lekin uje sezon oxirlab qolgan bo'ladi. Iyul va avgust oyida borishni umuman maslahat bermayman. Havo juda ham issiq bo'ladi. Turkiya uchun ham aynan yozgi turistik sezon payti bilet narxlari 2 baravar, otellar gavjum va qimmat bo'ladi. Istanbulda aylanish uchun esa eng zo'r payt Ramazon hayiti yoki Qurbon hayit paytidir. Chunki hordiq chiqaradigan joylarda qanaqadir tadbirlar, bayramlar bo'ladi. Shahar bo'm-bo'sh, hamma hayitlashish uchun o'z shahriga ketgan bo'ladi. Eng zo'r joyi yo'lkiralar tekin bo'ladi. Keyingi safar sayohat plani qilayotganingizda sinab ko'ring va buni sayyoh do'stlaringizga jo'natib qo'ying.